Endi mashoyixlarimiz aytadilarki, kechani virdlaridan, vazifalaridan eng muhimlaridan biri uyqu deydilar. Gapni qarang. Uyqu demak vazifa ekan. Wird ekan. Qanaqa bo'lishi mumkin bu? Bu shu dinimizning fazli bu. Siz bilan biz bandalariga, mu'minlar, musulmonlarga, ummati Muhammad, ummati Qur'onga ilohiy bir tuhfa bu. Hamma yotib uxlaydi, nima bo'lsa bo'ladi, lekin bizning uyqumiz niyat bilan va sunnatga amal qilish bilan ibodat darajasiga ko'tariladi. Sahobalardan birlari aytganlarki, men uyg'oqligimda savob olganimdek uxlaganimda ham savob olaman deganlar. Uyquni ibodat bo'lishi uchun wird vazifa muridni kundalik vazifasi bo'lishi uchun uyquni sunnatga muvofiq tashkil qilish kerak. Ana gap bu yerda. U qanaqa bo'ladi? U avvalo tahorat bilan yotish kerak. Rasuli akram alayhisolatu vassalom uyquga yotishni niyat qilganlari paytida tahoratlari yo'q bo'lsa, borib tahorat qilib kelib keyin yotardilar. Tushunarlimi? Demak, badanni pokligini, tahoratini ta'minlab yotadi. Endi shunda mashoyixlarimiz aytadiki, xo'p, badanni pokligini ta'minladi, endi qalbni ham poklab qo'ysin. Tavba qilsin Allohga yotib Alloh taologa qilgan gunohlaridan tavba qilib, qalbini ham poklasin. Mo'min musulmonlar tanish bilishlardan hiqdi, hasadi bo'lsa, uni ko'nglidan chiqarsin. Dushmanligi yoki zulm qilish niyati bo'lsa, bularni hammasini unutsin. Chunki yotyapti, qaytib turadimi, yuradimi, Xudo biladi. Ko'ryapsizlarmi? Demak, oddiy har kuni yotib turadigan o'zimizni ehtiyojimizni shariatimiz bizga savob, ibodat qilib beryapti. Ruhni tarbiyalash, poklashni omillaridan biri qilyapti. Uyqum ibodat bo'lsin degan niyat bilan tavba qilyapmiz. Qalbimizdagi hiqd, hasad, zulmga niyat va yovuzliklarni hammasini chiqarib tashlab yotyapmiz. Bir kun, 2 kun, 1 oy, 2 oy shunday qilgandan keyin odamda yomonlik qolmaydi. Ana shu. Ana endi demak ana shunday bo'lib yaxshilab niyat qilgandan keyin iloji bo'lsa yotganda yuzi qiblaga qaraydigan bo'lsin va o'ng qo'lini, kaftini o'ng yuziga qo'yib, o'ng yonboshi bilan yotsin. Yotayotganda bismika robbi va da'tu jambi va bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha va in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka solihin degan duoni o'qisin. Yotyapti. Yotayotib mo'min musulmon banda shunday bandaki, baxtlik. O'zini Allohga topshiryapti. Bismika robbi, ey Robbim, seni isming bilan yotyapman. Yana seni isming bilan turaman. Boshimni ko'taraman. Endi uyqumda jonimni olib qo'yadigan bo'lsang, o'zing kechirgin, mag'firat qilgin, gunohlarimni kechirib olgin. Lekin yana qayta turg'izadigan bo'lsang, meni solih bandalaringni qanday muhofaza qiladigan bo'lsang, shunday muhofaza qilgin deb Allohga yolborib, duo qilib yotyapti. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom har kuni yotishlarida, o'rinlaridan joy olganlaridan keyin Ixlos surasini, Qul huvallohu ahadni, Qul a'udhu bi robbil falaq, Qul a'udhu bi robbin naslarni 3 martadan o'qib, o'zlariga dam solib turib, keyin yotardilar. Ana o'sha yotish demak uyquni virdga aylantiradi. Kundalik vazifa, savob, ibodat darajasiga ko'taradi.